Ko'rayotgan ko'zlaringiz Allohning izni ila jannatda Allohning jamolini ko'rsin. Do'stim, men shunchaki niyat qilyapman. Amin deb yozib chiqib keting. Ushbu sizga yondosh bo'lsin aka. Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Qayerdansiz aka? Tojikistonda. Qayerdansiz aka? Ben Tojikiston'da Konovadan Ko'cha qishlog'idan kuzatayotganlar bo'lsa yozib ketinglar. Qaysi hududdan keldingiz umra ziyoratiga? Ben o'zim Moskva hududundan, Rossiyadan keldim. Rossiyadan keldingiz. Hech qanday muammolar bo'lmadimi? Yo'q. Kamchiliklar bo'lmayaptimi? Yo'q. Ochiq, oydin gapiring. Sababi hozir sizni videongizni ko'rib turib, sizdan keyin keladigan reysimiz borda 21-iyunga 100 kishilik paketimiz ochiq deb e'lon qilganmiz. Undan ham o'sha joylar to'lishni boshlayapti. Gostinsalarning masofasi qanchalik uzoqda? Ochiq oydinini ayting. Ochiq oydin aytadigan bo'lsak, hammasi yaxshi. Mana biz turgan gostinsadan haramgacha bu masofa 10 minutlik, 12 minutlik yo'l. Peshkom, piyodada. Kelish, yaxshi keldik, yaxshi joylashdik. Hozir mana aylanib yuribmiz Taif shahrida. Toifga ziyoratlar, ekskursiyalar o'z vaqtida tashkil etiladi. Masjidlarga kirib, namozlarni o'qib. Xudo xolasa hammasi yaxshi. Mana safarimiz bexatar bo'lsin, yana yaxshi yetib olaylik. Inshaalloh. Xullas do'stlar, sizlar O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston fuqarosi bo'lishingizdan qat'iy nazar bemalol Allohning baytiga tashrif buyursangiz bo'ladi. Buning uchun biz sizlarga yordam beramiz. Ko'rsatilayotgan raqamlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Telegram gruppalarimizga obuna bo'lib qo'ying. Sog' bo'lasizlar.